Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Fitrat televizyonunun görünmeleri. Bugünkü Kur'an Nuri astıda erkin sohbetle programımıza hoş geldinler. Bugünkü stüdyomuzda yine Abdülmutallib Mehmet kardeşimiz bilen birliktemiz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşler. Yeni görüşkünümüzden memnunum. Biz memnun. Allah razı olsun. Kadirli kardeşler, bu Kur'an Nuru aslında erkin sohbetler programımızda da burun Kerem Zahir Efendi, onun için Abdülmutallib kardeşimiz, yeni Kerem Zahir Efendi'den kin yeni Mutallib kardeşimizle birliktimiz. Bugünkü sohbetimizde asaslıkla itikat doğrusu da söz düşümüz, sohbetlişimiz. İtikat meselesi kelgen vaxtada mesela itikat diyen bir sohbetini eçittim burun aldı bilen bununki Uygur tilideki izahlık, logatta manisi nima ekan onu bir qarab chiqaylik. Ondan keyin biz Mutallib kardeşimizle birlikte sual cevap hem sohbet şeklinde program devam kıldı kadarlı kardeşler. İtikat degan gap bizning izahlı logutumuz var 6 ciltlik. Şunun da itikat yani Arapçadan kelgan so'zken isim yani birer meslekke, ideologiyaga, ko'z qarashga birer kim yoki birer narsaga bo'lgan ishonch, onunla bağlangan ümit degan ma'noda ekan. Bunga misol berib, gül deganga gül bulamdı, qati bo'lmasa, yar deganga yar bulamdı, itiqodi bo'lmasa degan xalq maqol tamsilini misol qilibdi. Yani ikinci bir ma'nosi bor ekan. Xudoga yoki birer g'ayri tabiiy kuchga bo'lgan ishonish. Yani dini itiqat yoki bo'lmasa itiqat qilmoq degan ma'nolarni qo'llanadi ekan qadrli qarindoshlar. Xo'sh. Anda bo'lsa itiqat degan gapga so'zga kelgan vaqtida bu itiqat zodi qanday narsa sizning tushunchangizdda? Men endi hozir masalan sizdan mush itiqatning lug'at ma'nosini hozir mana o'qib bala. Bu hozir qadar men itiqatning mush lug'at ma'nosini aqtirib boqmadim, endi tunja angladim masalan. Bayı bir qatam o'qib beribdilar anglagan, mana men ikkinchi qatam anglashim men tunja angladim. Onun oldida bu itiqatning faqat men Qur'onni o'qish orqali oldingi sebebim Qur'onni çok o'qib turdiganligimni degandim. Qur'onni o'qish orqali bu itiqatning nimaligini qanday tushunganligimni so'zlab o'taman hozir bu yerda. İtiqat şu Qur'onda o'tgan yerlarning hammasida hamma payg'ambarlarning itiqodi bor. Şu payg'ambarlarga ergashganlarning itiqodi bor. Shuning burunqi o'li payg'ambar kelishdan burunmi o'zgarishlik hamma xalqning bir xil itiqodi bo'lib kelgan. Şununla asasen itiqatni tushundik hamda biz. Bizning tushunchimiz lug'at ma'nosidan bir o'qituvchi bilan emas, faqat Qur'onni o'qituvchi qilish orqali tushungan itiqatni so'zlaymiz endi bu. Itiqat ishonchning nihoyat yuqori pallaga yetgan bir holat ekan. Itiqat shakllangandan keyin o itiqodi insonning hayotini şu itiqat asasida yaşaydigan bir halga keltirdi ekan. Mesela dinga başlaydı ekan. Din şu itiqatni mukammallashtirish yo'li ekan endi bu din. Şu din orqali itiqat haqiqiy mukammallikka erisha oladi ekan. U mukammal itiqat bo'lsa, odamni şu qaysi bir narsaga, qaysi bir omilga itiqat qilgan bo'lsa, shuningga oxirida shuningga mustahkam itiqatli bo'lsa, şu maqsadiga yetkizdi ekan. Mayli shuning uchun bu itiqatni eng to'g'rilamoq, buningga nihoyat sopliqni qo'g'dimoq bek muhim ekan. Shundaq bo'lmagan chaqda bu itiqat zodi qanday narsaga itiqat qilgan bo'lsin, u itiqat qilgan narsaning natijasini ko'radigan gap ekan edi. Masalan, burunqa alak bo'lgan qavmimi shundaq, shu alak bo'lgan qavmlarga
Allah'ın ayetlerini yetkiziş arkalık, Allah'ın agahlandırışlarını yetkiziş arkalık şu Allah'a boğan itiqadı sebeplik bəxtke erişken Allah'ın yaxşı kulları mı şunda bulalıq mesela Kur'an'da şu itiqadı sebeplik, şu bəxtke erişigilik, şu itiqadı sebeplik yoki azapqa duchar bulalıq, halak bulalıq. Hazır mı hem insan özümüzni biz teşkürüp çıksak, özümüzden bir itiqadıga tarazıga salsak, şu itiqadımızın bizning hayatımızda qanchalik rol bo'lganligini hem şu itiqadımız sebeplik biz qaysi holatdan qaysi holatga taraqqiy qilib ketib qolganligimizni, u itiqadning bizga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini o'zimiz hammadan yaxshi bilalaymiz. Şoň Allah hamda bu yerda bir oyatni keltirma bu haqda. Sur Zumarning 5-de deydi, bu kitap g'olib hikmet bilan ish qilguvchi Allah tarafidan tushgandir. Sana biz kitapni haqiqatan haq bilan tushirdik. Diningni shirkdan sap qilganing olda Allohga qulchilik qilgin. Beninglarki sap din Allohga xosdir. Allah'ını qo'yib butlarni himoya qilib olganlar debdi. Bu but deganni yani evliyalını deb chiqadi ekan arabchisida. Demak, mushu evliyalını himoya qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Mush but degan gaplar endi yolg'on debmi olsaqmi bo'ladi buni. Şunu bu but desek şu burunqa butqa cho'qinganlar yodimizga kelib qoladi ekan. Unda bo'z bo'lmaydi. Bu Qur'onni o'qiganda shunga but degan gap yolg'on, butning o'zimiz hadi yolg'on, bir yolg'on narsani yasalgan narsa. Demak şu sap din Allohga xos deydi bu yerda. Sap din demak sap itiqad bo'lgan chaqda Alloh bizni qabul qiladi demak. Biz itiqadimiz sap bo'lmasa, saplıqqa bir narsa aralashib qolsa, bu oxirida şirk deb süpetlaydi Allah bunu. Saplash Kur'an arqali Kur'an'ı jiq o'qish arqali. Masalan, mush Kur'anni men ko'pincha insonlarga deyishimda bir tilga o'qishdi mencha bu Kur'anni. Masalan, bir tilni biz o'rganimizga, tilni o'rganib uni ishlatmasak, u bizga hech qanday manfaat olib kelmaydi. Bir tilni o'rganish uchun ham bunu qayta ishlatib bergan chig'imizda u tilni yaxshi ishlata oladigan bo'lamiz. Shuning uchun ona tilimizni olsak, ona tilimiz bizga nihoyatda yaxshi ishlata olamiz buni. Faqat ham kichikkina kusuldishayotgan bo'lsin, anglay olamiz, tefekkür qila olamiz undan. Nemishqa deganda bu ona tilimizni biz kichkimizda 1 yosh chig'imizdan tatib lakim quloqimizga chirib turgan yoki qo'saqdagi chig'imizdan quloqimizga chirib turgan til bo'lganlik uchun bu ona tilimizdek yaxshi boshqa tilni o'rganishimiz uchun jiq vaqt ketadi. Bu tilga o'qishtirishimizning sababi Qur'onni ashunda jiq o'qigan chig'imizda, ashunda jiq buning to'g'rida buni ishlatgan chig'imizda. Jiq o'rganib kelsak, masalan, bir tilni olaylik, mukammal o'rganib ketdik biz. Lekin buni ishlatmadik, bir yil ishlatmadik, uning 20-jiqini unutib ketamiz. Agar uni ishlatib bergan chaqda desa, bağansır mükemmellleştirip hatta başka tilni ana tilimizga o'xshash bildigan darajaga kelishimiz mumkin. Bir tilni ana tilimizga o'xshash bildik başka bir tilni. Buni ishlatmasak, uzun qolmay unutib ketamiz jiqlarni. Lekin ana tilimizni bo'lsa unutmaymiz. Chunki bu qo'saqdagi chig'imizni tatib qalbimizga singib ketgan bo'lganligi uchun. Bu Qur'onni tilga o'qishimizga sabab tilga o'xshash mukammel jiq o'qishimiz, jiq ishlatishimiz. Her yerda her işimizga Qur'onga salalaydigan holatda haqiqiy musulmon bo'lishimiz kerak. Haqiqiy Allah şu Qur'onda shu sura nemildimi? Men musulmonlardan bo'lishga Qur'on o'qishga buyurildim deb oyat bor. Payg'ambarimizning Qur'on o'qishga buyurilganligi. Qur'onning o'qig'in degan oyat bilan boshlanganligi. Yana o'qimaganlar bilan o'qiganlarni Allah selishtirib, o'qiganlarni o'qimaganlarni o'likka o'qishtirib qo'yayotganligi. O'qiganlarni o'z tirik o'qishtirayotganligi. Buningdan bu Qur'onni o'qishning nihoyat muhimligini bilsak, yana birga bu Qur'onni o'qishning nihoyat muhimligini bilamiz. Nurg'un insonlar hozir falsaf so'zlaydi masalan. Masalan, o'qiydi, nurg'un qarindoshimiz o'qiydi, hatto yodlaydi. Lekin Qur'onning ma'nosini tushunmay o'qisqanda bo'ldi o'chada. Ya şu ma'nosini o'qimay tushunganlik u o'qish emas. U faqat nafsidagi, o'zining e'tiqodidagi, buzuq e'tiqodidagi, shuni o'qisam savob bo'ladi degan özünün itiqadını kandırış bu. Özünün itiqadını aldaş. Özünün itiqadını kandırış deyimiz bizə. Şu itiqadı, mesela suğa qanğanğa oxşar, şunu oqub savab boludu dedi, bu qandı. Mesela muş namazını mı hatta
Şu aşı Allah sü eraytelerizm dep koydu ki şundaq namaz okuquşlarga vayki dep namaz okuqanlarga vay dep koyadi. Vayның jayını dozaq dep düşendigen. Şunun okşaş bu namaz okuqanlığını dozaqqa hüküm kılıp atqandaki ayet var mı yani? Neymişqa? O namazını bilmey okusak, düşenmey okusak, o namazını okugan bilen o namazga layık üzgürüş hasıl kılmasak emeliyetimizde. O namaz bizge payda emas, hatta doza bu dünyada mı harlıq. Bu dünyada mı namaz okuyman dep vaqtimizni sarf qilamiz, o'tbeyli kallımız ikkiga bölünüdü. Bu dünyada da harlıq qilamiz, o dünyada da harlıq qilamiz. Bu to'g'riliq shu to'g'riliq ayetli var, ikkili dünyada harlıq qildi bu. Şunun o'xshash yana az sura 120-oyatdimi Baqaraning tegishlik ravishda o'qiydiganlar deb qo'yaylik Qur'onni. Tegishlik ravishda o'qish Qur'onni til holatiga keltirish, o'zimizga singdirib o'tish kerak buni. Namaz okuşumuzdaki sebep mi? Yine şu Kur'an'ı okup duruş, şunu her zaman Allah'ını eslem, şundan mı ya? Şu benim kılvatkan işim, şunu düşmem de o. İtikadim doğru mu hata mı? Şunu doğru. Peygamberimizge aynı sure Müdessir'nin 20. ayeti de Müslümanlığa yok, keçinin 3'ten 1 kısmında, 20'de 3'ten 2 kısmında turup namaz okuşunu boraydı. Çünkü onun məqsədi, sebebini nem dep koydu? Keçide okuş yaxşı boludu çünkü gündüzde iş bilen aldıraş olursa keçide okuş tanıda okuğun deydi o hem keçide okuş edem bir bekeli tinçlik koygan ekan bek ta'sir qilishini so'zlatadi da şu yerda Allah. Şu demek bunu şu özümüzge ta'sir qilmay özümüz şuningda menfaat ala oladigan darajada tinchlik yaxshi sharoitda o'qimasak buni kallamizni shunga berib o'qimasak masalan sura Ahrafning 205-6 oyatlaridami Kur'an okulgan çağı dikkat bilen anlan ve jim turun dep ayet var. Bu nime? Dikkat bilen jim turup anlamasak onu, o anlığımız bizge payda kılmaydı. Çünkü bir kallımız ikiye bölünüklük kaldı. Çokum birisini dim paydalını alayımız. İkiye bölünüklük kaldı dep jinesini anlasak, iki nesini tan anlasak, onun birisinin menfaat alayımız, birisinin zat menfaat alayımız. Medilap turup anlasak, şu medilavatkan başka nersi bizge ta'sir kılıp biz sizin menfaat ilişimiz biz sizin menfaat. Şu jim turup bütün diqqatini onunla bə demek çalla. Şu minimesi böl, düşen. Onu fikir kıl demek. Bir yerde şu namaz doğru gep çıkıp kaldı. Şuna evde asli bugünkü programımızdan demesi itikat doğruluk sözlemek istiyor ki namazga kadar gep çıkıp şu münasibetle bir kitap yeniden çıkan bir kitabı tunuşturup alay. Vaktinizni aldığım buldum. Kaderlik televizyon görüş kırındaşlar, kolamdaki bu kitap Süleymaniye Vakfı'daki tetkikatçı Ustaz Enes Alım Oğlu'nun ki tünügün yeniden neşirden çıkan Kur'an ve sünnette namaz yani buyurulgan ve tergib kılıngan namazla diyen kitap kaderlik kırındaşlar. Bunun haberini sizlerge yetkizgen buldum. Buyurun. Sure Nahl'ning 50. ayetida dep qo'yaylik ki Allah iki ilahqa qulchilik qilmanglar. U faqat bir ilahdir, mendilli qo'qanglar deydi bu yerda. Osmonlardagi zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qulchilik hamisha Allohga xosdir. Allohdan bular g'ayridan qo'rqamsizlar. Sizlar bahramon bo'lib atgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga bir ig'irchilik yetsa Allohga yolvorib duo qilasizlar. Allah sizlardan ig'irchilikni ko'tarib etsa aranglardan bir bo'lik odam darhol o'z parvardigoriga shirk keltirdi. Ammo shunga o'xshash Alloh uzdilli qo'rqashga bo'ryapti bu yerda. Bu Sura Zumarning oyatida desa, uzgilam ibodat qilishni, uzgilam qulchilik qilishni bo'lsa, bu yerda uzdillam qo'rqashni bo'ryapti. Bu Nahlning 50. oyati. Demak, uzdillam qo'rqishni, uzgili qulchilik qilishni, e'tiqod ne saplash muşunun bilen boldu dikende sap itikat fakat bir Allah'dırlı qo'rqash Allah'dırlı ümit kütüş bilen boldu diken. Bunun misali ne dersek sağlık qulchilik qilamiz, sendilli yordam tilaymiz degan sura Fatihani her namazımızda o'qib turishimiz bunu bu sura Fatiha'nın tefsiri deymiz Qur'onni. Şu sura Fatiha'daki şu sağlık qulchilik qilamiz, sendilli yordam tilaymiz deb turib bizde itikat bek kuchli bo'lib ketganlik İslamiyet ichida. İtikat buzuq. İslamiyetga itikat qilayotganlarning ichida itikat buzuqlik, itikatni bir Alloh yuzlandirmay, Alloh degandek Allohdan qo'rqib, Allohdan umid kutimiz deb turib, Allohdan umid kutmay,
başqa nurg'un narsalarga bog'liqlik bizni e'tiqodni. Masalan, biz Allohga e'tiqod qilamiz aslida. Lekin boshqa narsaga Allohga e'tiqod qilgandek e'tiqod qilaylik. Masalan, biz yaxshi amallarimizni deylik. Namoz o'qishimizga aytib, men mana 7 yoshimdan hozirgacha men namozni tark etmay o'qidim degan shu namozimizning bizni jannatga tushiradi. Bu qoylashqa nihoyat tabiiy, nihoyat to'g'ri bir holatda ko'rinsimi, biz o namoz bizni jannatga ichirdi deb e'tiqodimizni bir xatolikni yo'shiruvliq. Namoz rost yaxshi amal. Bu namoz jannatga kirishimizning asosi bu. Namoz o'qimay biz har qancha yaxshi ishni qilib ketsakmi, biz Qur'onga butunlay bo'ysunib yashash, namozni o'qimasak, Rasululloh jannatga kiramiz, biroz musulmon bo'la olmaymiz. Faqatli bir ismi, kundulik qilgan bir ish. Bu Alloh buyurgan bir farz. Bu Allohning o'taydigan bir vazifa. Shu vaqt deganga o'xshash, 5 vaqt namoz o'taymiz deymiz. Dinimizning o'ziqi bu. Ruhimizning o'ziqi. Buni qilamiz, buni qilmasak bo'lmaydi. Lekin mushu bizni jannatga ichirdi emas, mushu o'qigan namozimiz orqali o'zimizni tuzab, o'zimizni Allohga yaratadigan bir odam bo'lganligimiz bizni jannatga ichirdi. Uni yana jannatga ichirdi emas, biz shunda bo'lgan chaqda Alloh bizni jannatga ichirishi mumkin, jannatni bizga ato qilishi mumkin deb yana uning dilini tilamay biz bevosita yana Allohga yuzlanadigan bo'lishimiz kerak. Buni nima shakllandira oladi desa, Qur'onni shuncha o'qib, jiq fikr qilib tushunishimiz mushohalatni bizga mushohalatni shakllantira oladi bizda. Masalan, men mushning misoli masalan men dedim-ku, men bir oy turib bir diniy tarbiya olmadim bir yerda hayotimda. Lekin bir oy bir yerda hayotimda bir oy to'liq bir 10 kun 5-10 kun yapaqqa vaqtlarim bor, masalan tajvid tugunim uni arab tugunim uni qilaman deb. Lekin bir oy tutib bir yerda ta'lim olib baqmadim. Lekin Qur'onni jiq o'qiyaptim. Qur'onni kichikimdan qiziqishim kuchlikda hozir qadar o'qib, arabchasini o'qimayman, shu tilimda tarjimasini o'qiyman. Shunda bo'lsa-mu Allohdan tilab o'qiyman. Bildirishini tilayman. Azap ayetlerinde Allah'ım muş azaplı kalamımı da qo'rqinish ichida o'qiyman. Rahmat ayetlerinde muş rahmatliga erishsamkin degan umidning ichiga cho'kib o'qiyman. Shu yuzdim buni endi Alloh tushundirdi men. Nurg'un savollar boshda menga chigishdi, nurg'un narsalar, ziddik nurg'un narsalar hayotga uyg'un emasdek tuyulibdi. Nurg'un mush Allohga va adillikni shundan tavsiya qilyapsizmi, dunyoning adolatsizlik to'shab ketganliklari, Allohning buning sukut turayotgandek bir ba'zi bir savollar, nurg'un savollar kallamda botib bular chigishdi. Shunda bo'lsa mening e'tiqodim Allohning nihoyat adolatlik, nihoyat haqqoniyatchil bir isil sifat, eng yuksak sifatga ega bir Alloh ekanligiga bo'lgan e'tiqodim tüpeyliden bu yolun davamlı izlenişim bulap bunun en suallığa en doğru cevabını taptım. En doğru cevabını taptım. Hem öyle üzerine bir xılalıqa şu tüpeyliden bazı nesliga nurg'un qayg'urdim, qayg'urmaydigan bo'ldim. Hem bir xılalıqa baxt ichida yashaydigan, vaqtimni behuda o'tkazishdan saqlanadigan, biyoda o'tkazgan vaqtini ichim siqildigan, biyoda o'tkazmagan yaxshi o'tkazishga tirishadigan, ba'zi vaqtlarda shu biyoda o'tgan bo'lsa-mu, shuni shu biyoda o'tgan ba'zi vaqtlardanmi hikmat ola oladigan, uningdanmi bir foydali holatini tepib chiqa oladigan holatda men Qur'ondan boshqa kitoblarni rasib ancha-muncha boshqa kitobni o'qigan bo'lsam-mu, butun o'qigan kitoblarim 10 parchaga bormaydi Qur'onning ichida masalan. Asosiy o'qiydiganim Qur'on endi. Qur'onni o'qishni masalan men deymenki nurg'un naslni Allah Qur'onda Shabi Qadr kechasini 1000 oydan ortiq deb qo'ydi. Shu tufaylidan Shabi Qadrsiz bir kechada ibodat qilsak 1000 oy ibodat qilgandan ortiq degan falsafani o'ttirib chiqadi. Bu nihoyat aqlga uyg'undek, nihoyat to'g'ridek ko'rinadi. Buning asosan men masalan Alloh bir oyni 30 kun qilib tushirdi. Bir oy 30 kun. Alloh Qur'onni 30 para qilib bo'lib 30 paraga bo'lib berdi. Qur'on o'qish to'g'riliq oyat nurg'u yadi bor. Qur'onni o'qishni Allohni Qur'onning o'zdimi deb qo'ydik, men musulmonlardan bo'lish Qur'on o'qishga buyurildim deb. Birinchi tushgan oyat o'qig'in. Hem ogohlantirish uchun tushirildi deb oyat va ogohlantirishmi shu o'qish. Bu Allohga bo'lgan bir da'vat ham. Bu shu o'gitish bo'ladi, ogohlantirish degan o'rgatmak bo'ladi. Bu o'qishning bir yo'li.
Demek bu Kur'an'da okumaganlarını ülük okuştup koyalım. Okuşun nurgunu ya tavsiye kılalım. Manım işinde bir okuş, Kur'an degenin özün bir okuşluk degen gep. Gen okuşluk degen ma'nosi var. Şunda turug'liq men ma Kur'an'ni bir pari okumasang bo'lmaydi degan qonunni chiqarishdan, bir hukmni chiqarishdan qo'rqayman. Nemishqa? Asli bu nahayat aqlga uyg'un-da. Allah 30 par, nimde bunu 30 parga bölüp bergende o? Allah kunning soni 30 ken. Bu Kur'an'ni okuşunu şunda cıqtaptı. Peygamberimizden bari rivayetleri varken hepte tügütünler, 15 günde tügütünler, ayda tügütünler degen nurgun rivayetler, hatta 3 günde tügütünler degen rivayetler varken. Bununla asasen bunu hep bir pari okumasanlar bo'lmaydi, bir pari okumasanlar, bir pari okuş farzmi, ma okumasanlar kafir bo'ldi degandek yoki o kafir bo'ldi degandek emas. Muşun bir pari okusanlar kerak, okumasanlar musulmon bo'lolmaysizlar, yaxshi musulmon bo'lolmaysizlar degan bir hukmni chiqarammayman. Çıkarsak doğru olmaydı. Bunun mentikine ait uygun. Akılgımın ait uygun. Çünkü emniyet. Çünkü hüküm, Allah dep koydu. Hüküm Allah'a has. Hüküm koyguçu. Allah'ın kitabı boyunca bulmuş men ma çıkarvatkan hüküm Allah'ın kitabı uygun bu buluttu bulmuşsa. Allah'ın kitabı boyunca hüküm kılmagan zalim kafir fasık dep koyarlar Allah. Peygamber Allah'ın kitabı boyunca hüküm kılışka bizni dep koyarlar. Hükümni Allah'a has dep koyarlar. Şunun için biz onda hüküm çıkarıp etsek bo'lmaydi. Lekin muşu aklımızga tayinib şunda oqsaqçı dese, bir pari oqsaqçı dese bu ziyan kılamdı desek bu bizga nahayat foydali. Bu Allah bununla cheksiz ecir berishi mumkin. Şu arqa bir pari o'qishga 20 saatdan ishtirok o'qiydigan odam 20 saat bo'lmasa 1 saat ichida o'qib bo'ladi endi buni. Şu kunda bir pari Qur'onni o'qisak, endin buni tilni o'rganganga o'xshash hayotimizga singdiralaymiz. İşletalaymiz bunu. Bu ayetlerini işletip özümüzden şu ayet uygun yaşavatqanlığı, etrafımızdakinin şu ayet uygun yaşavatqanlığı yoki uygun yaşamavatqanlığı, uluğu etrafımızdakiler qanday münasebetli bolsak to'g'ri bo'lganligi, şunu hemmini Kur'an orqali hayatımızga singdirib, Kur'anning oxirgi bizni ulaştıradigan nishoni bo'lgan jannatga ulasha olamiz o'cha. Unda bo'lmascha deganda bunu şu o'qib qo'yib yoki boshqalarning og'zini anglab qo'yib hayotimizni so'ndirishga tirishmasak, tilni o'rganib ishlatmagandek. Mishalibek muhim bir gapni qildingiz. Biz boshqalarning og'zidan anglashga, quloq mollisi bo'lashga, quloqdan samiriydi deydigan bir gap bor ekan. Shunga bek odatlanib kelayotgan. Nemishqa desalar, bu quloqdan kelgandan keyin boshqalarning og'zidan kelgandan so'g'andan keyin biz unga bek ko'p ajr so'ndirmaydi ekanmiz. Shundami ya? Başkalar degenden keyin o günahını başkalarına atıp qo'yib, to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi. Aşı molla yoki bo'lmasa aşı alim nima degan bo'lsa, shunami ya? Shu o'zi menga berdi ekanmiz shu. Ammo Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karim nima deglik? Tunji amalni tunji vahiyni nim bilan boshlaqliq. Tinsha dedimi yoki bo'lmasa o'qi dedimi? O'qi dedi. Bu boshqa yangi bir inqilob bu-chu. Shu. Ya'ni insoniyatning o'rganish bir narsani shu, tafakkur qilish, texim baxtli yashash uchun Alloh bizga amr qilgan tunji narsa, shundami ya? O'qi. Yani hayatımda dediğiniz mesela ben başka kitaplarından mesela okugan kitaplarını yığsam 10 kitaptan eşip ketmeyin dediniz. Ya bu deyiş arkalık siz başkalarını kitabını az okuğuna demekçi emez. Şunam ya? Demekçi emez. Ama benim Kur'an-ı Kerim'e boğan muhabbetim şu kadar eşip ketti ki başka kitabını elip okusam könglim Kur'an'ı okugan dek manda tatmin bo'lmaydi, manda nim bo'lmaydi, xushal bo'lmaydi. Demekçi şunda. Men de hazır özüm 10 kitap okumaganim bilen aşı özümning hazır kitaplarımni yığsam, Üzpatilnja kitabım var. Bu kitaplarning hemmisini okugum var. Şu ulunu okusam maqab qaldığandek. Mesela İncil Tevrat'ını aldım. Şulum 3 kitabını İncil Tevrat Zebur'ni bir kitap qilib yozgan qurashtirgan nemisi var. Onu ap qo'ydim, kichkinam yerini o'qidim. Şunun hemmisini nurg'un kitapning kichkinam yerini o'qiyman. To'liq o'qib chiqqan kitaplarım jiq emas. Aşında uni vaqt chiqarib bo'lolmay shu uni o'qigandimmi, ya'ni shu uni o'qisam qanday qilaman desam, uning o'qigan narsalarimning hammani yana Qur'onga solsam, Qur'onga silib turib o'qiyman-da. Aşında bir hali shekillanib qolalik menda. Endi yana nurg'un shu fizik o'rgangim bormi, ximiya o'rgangim bor mening hamda. Boshqa fanniy bilimlarni shu meditsina ilmida o'rgangim bor, doktor bo'lgim bor bo'lsa, shu tibobatni o'rgangim bor.
nurg'un narsaga bo'lgan qiziqishim shunda yo'q. Lekin buning hammasiga inson yetishib bo'lolmaydi ekanmiz. Sharoitimiz bo'lmaydi ekan. Shundan. Shu yüzden o'qib bo'lolmaydi ekanmiz. Asli mushu Qur'onni o'qigach, boshqa masalan men bir uni o'rganib qolibdi men tömöchilikni qilsin deb men ba'zi yerda diniy gap qilib qolsam nurg'un odamlar shunda degan chaqlar bo'ldi. Rost. Men tömöchilikni o'rganib qolibdim, shu tömöchilikni kuch kesib bo'lganlik uchun ishlamasak turmushimiz o'tmaydiganlik bo'lganlik uchun ish bilan bo'lamiz ko'pincha. Yeni bir hisobda siz tümüynimi o'qiyapsiz, shundaymi? Tümü bilenmi sözleşkin boludu-chu. Tümü o'zi bizga gap qildi. Mayani manda qilsang manda bo'lma deydi. Shuningga biz shuningga loyiq shuni shunda qilamiz. So'zni o'qigandan keyin, shuningga o'xshash hamma narsa bilan biz Qur'onni jiq o'qish orqali hamma narsa bilan so'zlasha oladigan, hamma narsaning bir Allohga bog'liq ekanligini bila oladigan bo'lamiz. Masalan, bizning gapimizda bo'lmasa, kishining tartibi bilan kishi namoz o'qigan ulamdi degan gaplar. Shu maqol tafsilga o'xshab ketadigan nurg'un maqol tafsili bor ekan. Hozir esimga kelmadi. Bir kimning ishi bilan bir kim manfaatlanmaydigan. Shunda turg'liq biz boshqa o'qib bergan narsani o'qiymiz. Buning o'zi nima desak, ya'ni shu e'tiqodimizning shu adam meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shu odamning degan gapiga ergishib mansam men to'g'ri yo'lda bo'laman degan bir e'tiqod shakllanib qoladi biz bilib bilmay. Bu e'tiqodchi desa, bu e'tiqod Alloh dadidiki o'zigili bo'lgan. Masalan bizda shu namozni hatto mushumin jannatga kechir. Har qanday bir yaxshi amalni qilsak, mushumin jannatga kechir demas, mushu amalni qilish orqali men Allohga yarasam, Alloh menga jannatni beremligi deb, yana shu Allohdan kutishimiz kerak. Oxir kuni o'shani Allohga bog'lashimiz kerak. Shu chog'da biz e'tiqodimizni saqlab, har qanday ish shunda bo'lishi kerak. Men mashabi qadr kechida bir kecha ibodat qilsam, ming oy ibodat qilgandek bo'lma deb o hukmni shunda chiqarib olsak, o hükümni degan bo'lsa, o hükümning o'zi nima qilib qo'yadi desa, bir e'tiqod shakllantirib qo'ydi bizga. Endi agar Qur'onni o'qisa, aşı şebe qadar keçsinimi, aşında qadr qiymatli kishi qilgan narsa nima desa, yine şu Allah'ınki bizga tushirib bergan Qur'oni Kerimi. Qur'oni Kerim, to'g'ri. Bo'lmasa u kechim boshqa kechiga o'xshash kecha. O'xshash kecha. Lekin u kechida qanday bo'lgan? Qur'oni Kerim nozil bo'lgan. Shundami? Nozil qilishga başlagan. Shundami? Endi yana bir narsa var, masalan Makka Madinada 2 rakat namoz o'qisak, 2000 rakat namoz o'qigandek bo'lamiz degandek-ku. Buning e'tiqod qilib ketganlikka nurg'un odamlar. Nurg'un ko'rishdim ba'zida dediki, hatto yo'q unda bo'lmaydi desek, ochiq kelib ketadi ekan zodi. Bu qonda amaliyot emasmi? Masalan, unda ba'zi tijoratchilar shunda bir mantiqliq dalilni qo'ydiki, bu Makka Madinada masalan bir bozorning adamjiq bir yerda do'kondan biznasdan savdolangan bo'lamda, adam yo'q, bir yerda savdo qilsang savdolangan bo'lamda dedi. Adam albatta adamjiq yerda savdo qilsak savdolangan bo'ldi desam, adam yo'q, men boshqa yerda o'qigandim, Makka Madinada namoz o'qisak 2 rakat bo'lsa, tabiiy emasmi deb menda bir mantiqni bog'laydi. Mantiqi jihatdan men degandek men Qur'on mantiqa falsafa so'zlasak, bunu so'zlamaymiz demoqchi emas. Bu mu buyum? Bunu Alloh nurg'oyada misol keltirib tushundirdi insonlarga. Bu nihoyat muhim ilm. Bunu so'zlashimiz kerak, felsefani o'rganishimiz kerak. Lekin bu falsafa bilan inson bir qurutdan shakllangan, dunyomi o'zligidan paydo bo'lgan degandek Darwinning o'sha ko'z qarashlariga hozirgacha zaharlanib kelayotgan nurg'un insonlar bor. Falsafa so'zlab mush dunyodagi hamma din o'zining yo'lini to'g'ri chiqara oladi. Nihoyat yuksak ko'tarib oladi. Felsefe şundan narsa. Bu felsefeni so'zlaymiz, mantiqini so'zlaymiz, Qur'on asosida so'zlaymiz. Allah tushirib bergan qonun asosida so'zlaymiz. Musulmon bo'lsak, buning sirtiga chiqib so'zlansak, Allah sura Nisoning oyida deb qo'yaylikki, bizning qonunimizdan sirtiga chiqayotganini biz do'zaxga tushiramiz deydi. Allohning qonuni mush Qur'on. Buning sirtiga chiqayotganini biz kafir bo'lsa, bu bo'lsa emas. Ya cinayet ötküzgen bo'lsa, xatolik ötküzgen bo'lsa, do'zax tushigizimizlim deb tupardim ya. Shunda ya xatarlik gapni qilib tutpasi, bizning chiqishimizning hojati yo'q. Hamma gap Alloh mukammal dedi bu Qur'onni. Shuni buni jiq o'qisak, shuning mukammalligini mis qilamiz. Hamma narsaning bog'lig'ini mis qilamiz. Buning sirtiga chiqishning o'zimizga bir zulm qilganlik ekanligini mis qilamiz. Shuning hammasini mush Qur'onda yozib qo'yaylik. Deylik. Misollar orqali. Buni biz şu jiq o'qiganda tilimiz g'ayligan turgan chig'imizda hamma yerda ishlatlaydigan, boshqalarga o'rgatlaydigan manfaat tilni shu ishlatgan chog'da u bizga manfaat olib keladi-ku, ishlatmasak u manfaat olib ketmaydi.
Kur'an'ı şu işlip başqılığımı salalaydigan, özümüzgimi salalaydigan, başqılını Kur'an'a yetta yetekleyeleydigan boğan çığımızda biz haqiqiy bir musulmon bo'lgan bo'lamiz ham shu Qur'onni haqiqiy o'qigan, tegishli ravishda o'qinglar degan oyatga uyg'un bir ish qilgan, Qur'on o'qishga buyurildim deganidek biz Qur'on o'qishga buyurilganligimizning ijrosida bo'lgan bo'lamiz. Unda bo'lmasa biz o ijroda bo'lgan bo'lmaymiz. Boshqadan anglash fursatimi oson kelmaydi. Anglashimizmi to'g'ri? Anglag'im bilan o'zimiz o'qishimiz bizga adamning tartibi bilan jidam namoz o'qib olmagandek uni angladik. Uningdan keyin biz Qur'onni o'qimasak, biz shu anglagan adamlarimizmi shu rost Qur'onga uyg'un gap qilyapamdi. Uyg'un gap qilmayapamdi. Uni tashkuralaydigan bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizning Allah mümin musulmanni nayda ilg'or fikrlik, nayda fikri o'tkir bir insonlik o'qishtirlikcha Allah biz dunyoda emaslan bir inson bo'lish sifatimiz bilan bizning tanlash iqtidorimiz nayda yuqori kichkimizda zadet tug'ilganchig'imizda ham yaxshi narsani bek tanlay olamiz endi. Mush dunyoligimiz uchun nayda yaxshi narsani bek tanlaymiz endi. Bek azmaymiz o jihatda, yaxshini tanlashda qat'iy azmaymiz. Lekin diniy jihatda yaxshini tanlashni o'ylashib ketmaydigan holat shakllanib ketgan. Asli buningdan biz eng yaxshisini tanlashni, eng yaxshisi so'zlarga ishinib uning eng yaxshisiga agishadiganlar deb oyat bor-ku. Eng yaxshisiga agishmish Qur'on hamma yeri yaxshi bo'lsa-mu, yana buning ichidan eng yaxshisiga agishinglar deb buyruqli Allah. Şu insanın eng chiroyli sifatni yaratmuş, eng to'g'riliq 15-20 xil sifatlar bor Qur'onda. Kur'an en cilaylık söz dep koyalım Allah. En güzel sözlerinin en güzeli Kur'an dep koyalım. Yani bu güzel sözlerin içinden en yaxşısı erişen dep koyalım. İnsanın en cilaylık şekilde yarattı dep koyalım. Mişinde biz şu en yaxşısı bu yemeklerinin ozuklunun en yaxşısını insanı yaratıp egerlikini dep koyalım. Emiliyet. Yeni bir şey Furqan degan süpütü var. Furqan degeni ayırıcı. To'g'ri xatoni ayirib beradiganchi. Ayrash deb qo'yamiz-ku, bir narsa bilib o'tirgan kitobning kimida ayiradigan nimasi bor-ku. Shunga o'xshash. Agar biz buni bilmasak, ayırmaymiz. Nimaga qarab ayiramiz endi, shundami? Şu bunu bilmeymesem, muşunu Kur'an'a asaslanmay, Allah'ın kanununa bir müşünde inik paketlik bir kanun'a asaslanmay, Allah doğrusu münazirleşkeli doğruluk ayet var ki, olu kolu diye çıkanda inik delilsiz, paketsiz Allah doğrusu münazirleşi o. De, olu lanet okup koyavat kaldık ayetini. Demek, şunda münazirleşsek biz ayetliği uçup kalımız. Biz kolumuzda Allah iniq delilini kıyamet kiçi qoğdap kelivatkan bir iniq delilini düşürüp bergenken biz şu delilge asasen Allah doğrusu münazirleşimiz. Şu delilde çıkmagan çağda, şu delilde biz diyen nesil tepilmagan çağda o işini kılmasak, ölüp gitadigan bolsak mı, kılmasak mı boluda. Belki zaten canı şunun hüküm çıkarmasak bolmaydigan bolsa Kur'an'da emniyet çok. Kur'an'da Vel Esri suresi mi yetisi de etkenmiş. Vel Esri suresiga tayinib dünyada hem nasıl hüküm çıkarıp etken oldu. Mesela bir adam uruşup kaldı ya ki miras kanunu ya ki bir tatalaş boldu. Hakkını tavsiye kılına onunla. Adaletini tavsiye kılına. Adalet bola Allah depti, adalet ol depti, hakkani ol depti, zulüm kılma depti. Dep şu ayetini oturup koyup şu işqa zulüm kılmagan, adil olgan asas hüküm çıkarsak ayetke asasen hüküm çıkargan bolamaz. Şu ayetni oturup koyup şu beşiga. İtikadning beşidimi Allah'a uluv etkenge o'xshash. Şunu hüküm çıkarıştım burun şu üç gapni dep koyup Kur'anning asas prinsip şu. Adil olan zulüm kılmagan, yaxshilik qilgan deylik Allah. Haqqani olan deylik. Urug' tuqqanning zina to'g'ri kelsin adil olan deylik. Şu gapligi oturup koyup lan o işqa hüküm çıkarsak şu asasını şunu asas qilib turib Hem nasiga hüküm çıkaralayımız. İnsanlar arasıdık emas, hayvanatlar, delderekler, cansız, canlılık hem nasi doğruluk hüküm çıkaralayımız o. Neymiş ki şunda kılmayımız? Neymiş ki bunu tallamay, başka nasını tallayımız? Kadirlik görülmenler, bu itiqad doğruluk, yani itiqadımızı doğrulaş cihette hakikaten Kur'an-ı Kerim'ninki mühim ekanligi doğruluk söhbetimize elip bardık. Keyingi söhbetimizde yine bunun davamını birlikte sizler bilen Behirlinimiz kadirli qarindoshlar. Keyingi san programda görüşüşü aman bulanlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.